mana shu yirik shaharlarimiz bor-ku. Eng sharqdan boshlaylik. Andijon, Qo'qon, Marg'ilon, Toshkent, Jizzax, Samarqand, Buxoro, bu tomoni Qarshi, Termiz, u tomoni Urganch, Nukus. Bu shaharlar Ipak yo'lidagi yirik o'troq sivilizatsiyaning cho'qqiga chiqqan natijalari. Mana shu sizlar tarixlaringiz mana shularga bog'liq deyilgan. U degani biz shaharsozlik madaniyatiga bog'liq tadqiqot, shaharsozlikni keltirib chiqargan o'troq dehqonchilik madaniyatiga bog'liq tadqiqot olib borishimizga to'g'ri kelgan. So'nggi 100 yil ichida. Ya'ni o'zbeklar o'troq xalq degan narsa kelib chiqqan. Hech kim buni majburlab tepada bir tayoq bilan urib aytmagan. Akademik nashrlar shunday bo'lishni boshlagandan keyin bu yerda shakllanayotgan milliy kadrlarga shunaqa mavzular berilgan. Shunday dasturlarga moliyaviy dastaklar berilgan. Shu soha rivojlanib ketavergan.